Başlar yani. Atraqa tushsiz ham mayli, yerga yaxshiroq, yumshoqroq tushadi. Temirimiz, betonni buzib qo'ymasin. Shirinch. Yana ko'taravering. Bo'ldi, shunday turib tursin mana, azizlar. Bizda shunaqa narsa bor. Motor reduktor deydi. O'zi shunaqa talga ishlab chiqarilgan, Xitoydan kelgan. Buni afzalligi, buni seplinisi bor mana, seplini. Salaqa qashatib turing. Mana sarroq bo'lsin. Mana. Xo'sh, bu parraga borib sotib turadi. Mabodoga ko'p ishlatgan bo'lsangiz, qizib ketadigan bo'lsa, hozir buni ko'rsataman. Endi buni zo'rligini qaranglarki, bunda seplin bor mana. Hozir 0.5 ga qo'yib oling, yaxshiroq ko'rinishligi uchun. Mashina bossangiz tashlaydi bu o'zi. Mana ko'rdingizmi? Bu nimaga ishlaydi deganga, hozir yana ko'tarib yuboring aka. Bo'ldi. Bu oddiy mana quruvchilar ishlab turgan talga nisbatan 2 barobar tez aslida. To'g'ri, oddiy bunaqa lebetkadan bu 2 barobar tez bu. Buni afzalligi shu. Bo'sh aravachani tushgani ham shuncha vaqt kutilmaydi. Bo'sh aravachani tezda tushirib yuboradi. Endi troslar 30 metr chiqadi ichidan. Mana shabadalar o'zi sotib turadi. Motorimiz 3 kilovatli 30 metr ekan trosi. Mana shu telefon nomeri meniki mana 570 60 91. Tezligi 24 metr ekan minutiga. 500 kilo 1 tonna ko'taraveradi deyapti. 1 tonna ko'tarishlik uchun trosini boshqacharoq qilish kerak. Bizga hozir 1 tonna bunga javob bermaymiz. 400 kilo 500 kiloga javob beramiz buni ko'tarishligiga. Ramalarimiz shunga javob beradi. Mana. Xo'sh, buni narxi. Qo'qonda adresimiz 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. Bu 220 ga ishlaydi. Keyin juda ham tepaga olib tushgani yaxshi. 3 ga bo'linadi, hozir ko'rsataman qat-qatdan bo'linishligini. Mana, buni qo'yib o'tiring. Mana shu yerdan bitta ajraydi. Mana shu yerdan bitta ajraydi-da. Mana tursin. Bitta motor yechiladi. Keyin mana taydagi namasi bo'ladi. Bo'ldi. Keyin buni ishlatgan paytda mana mishalga bostirib qo'yganmiz. Mana shu ikkita joydan qotirib olinadi. Qotirib ishlatilaveradi. Buni bizda benzinli varianti ham bor. Faqat topsak tushirib bering, buni ko'rsatib qo'yay klientlarga. Benzinli variantimiz bu mana arendaga chiqib turganimiz bor hozir. Arendada ishlaydi bu, o'zingizlar eskirib ketgan. Mana bunaqa bo'ladi benzinli variantimiz. Bunga nisbatan ham 3 barobar tez bo'ladi. Mana bunaqa mexanizm bo'ladi. Bu ham trosli, tormoz hamma yo'q, katta bo'ladi. Buni ham atgan joyda to'xtataveradi. Buni shamolda og'darni ketib qoldi. Mana bu bittalik yuk olib chiqganimiz edi. Shunaqangi gaplar. Ustakalarga kerak bo'lsa yasab beramiz. Hozir nalichada bir dona bor bundan. Motorlarimiz yana kelyapti, xudo xolasa yo'lda qilib beraveramiz.